Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi AQShga tashrifi doirasida Nebraska shtatidan respublika kongressmenlari Don Bacon va Jeff Fortenberrylar bilan uchrashdi. Kongressmenlarning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni rejalashtirilgan islohotlarni samarali amalga oshirishda, avvalambor iqtisodiyotni mustahkamlash va odamlar farovonligini oshirish sohasida qo'llab-quvvatlashga tayyor. Ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollari haqida gapirib, Fortenberry qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, chorvachilik va boshqa sohalarda Nebraska shtatining yetakchi kompaniyalari bilan O'zbekiston ishbilarmon doiralari vakillari o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatish masalasini ishlab chiqishda yordam berishga tayyorligini bildirdi. Nebraska go'sht tayyorlash bo'yicha, shu jumladan halol go'sht tayyorlash bo'yicha AQShda birinchi o'rinda turadi. Etanol ishlab chiqarish bo'yicha ikkinchi, soya va makkajo'xori yetishtirish bo'yicha uchinchi o'rinda. Shuningdek, shtat sug'orish texnologiyalarining yetakchi ishlab chiqaruvchisidir. Umumjahon hajmining 85%. Kongressmenlar 2021-yilda rejalashtirilayotgan Nebraska gubernatori Pit Ricketts va shtatning bir guruh ishbilarmonlarining O'zbekistonga tashrif dasturini ishlab chiqishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Umuman olganda, kongressmenlar bilan O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari kun tartibidagi dolzarb masalalar bo'yicha doimiy aloqalarni olib borish haqida kelishuvga erishildi. Qonun chiqaruvchilar, jumladan Kapitoliy tepaligidagi O'zbekiston manfaatlarini himoya qiluvchi guruhni yanada kengaytirishni o'z zimmalariga oldilar.